Qorin sohasida bo'ladigan og'riq, yaxshi hazm qilmaslik ovqatda, og'izdan yomon hid kelishi, bu hammasiga sabab bo'lishi mumkin Helicobacter pylori degan bakteriya bor. Bu odamda oshqozon yarasiga olib keladigan asosiy sabab ham shu. Hech qanaqa ovqat emas, kofe emas. Aynan shu Helicobacter pylori degan bakteriya oshqozon yarasiga olib keladi. Buni tekshirish uchun maxsus test bor. Testning nomi nafas ureaz testi deyiladi. Buni qilish uchun maxsus tabletkasi bor, ureaza. Uni ichiradi odam. Ichgandan keyin oshqozonga tushgandan keyin uni faqatgina shu Helicobacter pylori bakteriyasi shuni parchalaydi. Parchalagandan keyin u qonga so'riladi, o'pkaga o'tadi va nafas orqali chiqadi. Helicobacter pylorini aniqlaydigan dunyodagi oltin standart shu hisoblanadi. Va xudoga shukr, shuni aniqlaydigan analizator apparat hozir bizning klinikada bor. Nega oshqozon, nega siz neyrojarroh bo'lsangiz sizga qiziq deyishinglar mumkin albatta. Nafaqat menga, bu hammaga qiziq. Oshqozonda qandaydir muammo bo'lsa, yara bo'ladimi yoki gastrit bo'ladimi, shunda dorilar ta'sir qilmaydi. Nevrologik dorilar ham ishlamaydi, kardiologik dorilar ishlamaydi, qandli diabet uchun ichadigan dorilar ham ishlamaydi. Agar oshqozoningizda muammo bo'lsa, hech qaysi dori ta'sir qilmaydi. Afsus shunaqa. Dorilarni transformatsiya bo'lish uchun oshqozon sog'lom bo'lishi kerak. Buni tekshirish uchun shu testni o'tish kerak. Agar test o'tdinglar, sizlarda yara topilsa yoki Helicobacter pylori topilsa, keyin bizning gastroenterolog jarrohimiz Zohid aka sizlarni oshqozoninglarni davolab beradilar. Oshqozon davolangandan keyin mani dorilarim yoki boshqa shifokorlarning dorilari sizlarga yaxshi ta'sir qilishni boshlaydi. Test juda oson. 15 minut vaqt ketadi, hech qanaqa zond yutish kerak emas. O'sha kichkina bir dorisi yutiladi. 15 minutdan keyin uflisiz, shunda tayyor javobi chiqadi. Bo'ldi. Oshqozoningizda qandaydir muammo bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan kelaveringlar. Qiyin test emas, dunyo standartidagi test va javobi tez chiqadi. Sizlarga yordam berishga harakat qilamiz.